Bugun chellenjimizni 4-kuni sizlar bilan shunaqa asal va boshda nejniy turadigan abadogimizni oson usulda yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga xuddi shunaqa bargchalardan kerak bo'ladi. Buni har xil razmerlisidan topishingiz mumkin. Temir abadog, kley, 0,4 razmerli sim, metrajli ko'z kerak bo'ladi. Abadogimizga kley surib olamiz va uni qochish uchun ozroq muddatga qo'yib qo'yamiz. Ikkala tomoni bir xil bo'lishi uchun abadogni o'rtasidan boshlab bargchani yopishtirib, oralaridan simni o'tkazib qotirib olamiz. Qizlar, videoni tezlashtirishga majbur bo'ldim, chunki vaqti juda ham cho'zilib ketdi. Shunday bo'lsa-da, sizlar buni bemalol tushunib olishingiz mumkin. O'rtaga bitta bargcha qo'yganimizdan so'ng ikkala tomoniga bir xil qilib 3 ta yoki 4 tadan bargchalarni sim bilan mahkamlab qotirib olamiz. Hamma bargchalarni qo'yib bo'lganimizdan so'ng shunaqa ambur yordamida simlarni tekislab, mahkamlab chiqamiz. Endi bargchalarni o'rtasidan kley surib olamiz va metrajli ko'zni bir qator qilib yopishtirib chiqamiz. Bargchalarni yonidan ham kley surib, u yerga ham metrajli ko'zni yopishtirib chiqamiz. Navbat bargchalarni orasiga har bitta chiziqchasiga kley surib olamiz va razmeriga moslab metrajli ko'zlarni kesib olib yopishtirib qo'yamiz. Bargchali abadogimiz tayyor bo'ldi. Albatta sizlar ham yasab ko'ring. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, komment yozing va yaqinlaringizga ulashing. Profilimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.